O'sha asalchami? Mana buni qarang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismim Xolida. Ismingiz nima? Dilso'z. Ajoyib. Sizni rasmga oldim, siz qoldingiz. Ko'rasizmi? Ha, super. Kulishingiz juda ham chiroyli ekan. Rahmat, kattakon. Mana bu film ko'rganmisiz? Ameli. O'shanga o'xshaysizmi? O'zingiz ham tashlab berasizmi? Albatta, Instagramdan yozsangiz. Uchar kamera. Dilso'z o'qiysiz, ishlaysiz. O'qiyman hozir universitetda ikkinchi kurs bo'ldim bu yili. Qaysi universitet? Farg'ona davlat universiteti. Huquq yo'nalishida. Toshkentda nimalar qilib yuribsiz? Toshkentda syomkalar bilan ijod bilan. Qanaqa sohada ijod qilasiz? She'riyat yo'nalishida ishlab yozib Rostdan. She'riyatga qiziqaman dedingiz, Dilso'z. Kimlarni o'qiysiz o'zbek adabiyotida? ko'proq Sardor Hamidov, Usmon Azim, Muhammad Yusuf eng bir favoritlarim. Ajoyib. She'r aytib bera olasizmi? Yaxshi ko'rgan she'rlaringizdan? Yo'limda saraytgan kiprigingcha cho'kang ko'zlaringni qoralariga ollohim qazgan qabriyanicha labing va yanog'ing oralariga barcha shirin izhori muhabbatimcha ranjitgan so'zlarim sochmay bo'lsin sening izlab dunyo chetanga lekin borar ekan Kulguching bo'lsa, bu kimning she'ri? o'zim ham onda sonda yozib turaman. Demak bu sizni she'ringiz. Juda ham chiroyli ekan. Dilso'z, tanishganimizdan xursandmiz. Uchar kamerada ko'rganimizdan faqat xursand bo'lamiz sizni.